Assalomu alaykum chorva ixlosmandlarim. Mana shu oq kalla qizil paroda jaydar ho'kizimiz kelgan vaqtida o'zgarish ustida edi. Bunga vitaminlar urdik. Mana bu qolganlari kabi. Mana bu birinchisidagi ham vitaminlar yetishmay turibdi. Mana shu vitaminlarni urib, teri ostiga, kanallarga qarshi ishlashimiz kerak. Mana bu yoshi kichikroq ekan, lekin o'zgarishi yaxshi bo'lyapti. Mana bu oq qashqa, ola qashqamiz juda effekti yaxshi. Ko'z tegmasin, bularda yaxshi rivojlanish bo'lyapti. Mana bularimiz jaydari oddiy o'zimizning paroda ho'kizlarimizdan. Bularga keladigan bo'lsak, bularni ham sifati yaxshi, yomon emas. Mana bu mollarimiz hozir orqa tomondan ko'rsatib beramiz. Sal yoriq tushishi mumkin. O'sha yoriq tushishiga e'tibor qilmaysizlar degan bir fikrni beraman. Mana shu holatlarni ko'rsangiz, mana orqa tomonda o'tib ham oldik. Mana orqa tomonini qarasangiz, mana birinchidagi ho'kizimizni orqalari yaxshi to'lishib kelishgan, sonlari yaxshi kelgan. Mana bu parodasi yaxshi ho'kiz ekan, bo'yinlari mana chiqqan, baqbaqalari ham o'rtacha o'ziga yarasha. Shu ho'kizlarimiz ham hammasini endi bular ham hammasi birinchidagi ho'kizimiz ham. Birinchidagi ho'kizga qaraydigan bo'lsangiz, bunga vitamin yoki teri ostiga, kanallariga, bitlariga vitaminlar qilinishi kerak. Bu qizil ho'kiz, jaydar ho'kiz, oq kalla o'zimizni jaydar parodada yaxshi rivojlanish. Bularning hammasini xudo xolisa ratsionga tushirish niyatidamiz.